Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Draka. Men ko'p ishlar qilishim kerak. Qishloqqa uydan adashib kirib kelyapti. Qishloqqa kim nimadir bo'lgan. Salom Jitel, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Xafa bo'lib ketib qoldi. Salom qishloqqa, yaxshimisan? Zo'rmisan? Ko'rinmay qolding. Ha, nima? Qayerga qochyapsan? Mendan qochma. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Ha, men zo'rman. Kallangni qara, umuman bo'lmaydigan bo'lib ketgan bori. Qishloqqa nimadir bo'lgan. Qishloqqa ketib qoldi. Uyni bir tekshirsammikan? Jonlarni yaxshi qo'yibdi. Toza. Nima bor bu yerda? Lava? Qishloqqa kelmayaptimi? Yo'q, kelmayapti. Nimadir bor bu yerda. Yo'q. Bu qayerga olib borar ekan? Yo'q qoldi tushib ketishimga. Voy, nima qilib tashagan? Ana yerda tushish joyi bor ekan. Bu yerdan bir balo qilib o'tdim. Bu yerda nima bor? Lava. Hamma joyga lava qo'yib tashlagan. Ay. Hozir yomon tushib ketdim. O'tdim. Qandaydir chuqurlik. Hamma joy zumrad bilan to'la. Olmaz. Yo'q, qishloqqa nimalar qilib tashlagansan? Vau, olmaz. Vau. Qishloqqa bunday deb o'ylamagandim. Yo'q. Dahshat qilib tashlagan-ku. Voy qishloqqa. Nimaga bunday uzoq desam? Qishloqqa. Qishloqqa bilmadimikin? Doy zo'r qilib tashlagan qishloqqa. Bu qishloqqa nima? Qishloqqa kuchaygan. Voy. Qishloqqa. Qarasma, bo'ldi qishloqqa. Bo'ldi. Qishloqqa ketma. Yo'qol. Unday qilma, qishloqqa, senda gapim bor. Qanday gap? Tez ayt. Betiga yoqmayapti. Uyingda nimalar qilib tashlagansan? Aytmayman, ahmoq. To'xta, qishloqqa. Ayt menga, uyingda nima qilib tashlading? Aytmayman dedim-da, bor, yo'qol. Nimaga aytmaysan? Ayt. Yo'qol. Qishloqqa chota xafa. Qishloqqa. Yo'qol dedimmi, yo'qol. Yo'q, ketmayman men sen oldingdan. Bo'pti, aytib beraman. Sen tinch qo'ymay ekansan. Qara, men oilam bilan baxtliman. Shuning uchun men o'sha yerda qurdim. Endi esa bor, yo'qol. Ketma.
nima desam ham ketib qoldi. Qurganiga qaranglar. Yo'q. Juda qishloqi bunchalik boy deb o'ylamagandim buni. Ko'ylab olishga yarim soat ketadi. Yomg'ir ham quyuyordi qishloqqa. Nima qilding? Voy, yomg'ir! Qishlog'iga cho'di nimadir bo'lgan. Do'stlar, qochishimiz kerak. Qochaping. Qishloqqa, nima bo'ldi senga? Yomg'irdan munchalar qo'rqasan. Qoch. Qishloqqa. Ha, qoch dedim. Qochmasang bo'lmaydi. Nimaga? Yomg'ir juda tez yog'yapti. Bilaman, bo'pti, agar qochaman. Qishloqqa bir gap bo'lgan. Nima qilsam ekan? Bog'imga aylanib kelsinmasam. Pram. Pam pam pam. Salom jo'jachama, senga yegulik. Pam pam. Aynigan. Laq. Aynigan ekan. Aynib bittasi. Boshqalarnikini ham urmasam. Ular hech urgisi kelmaydi o'zini bog'ini. Ayniqsa qishloqqa o'sib yotibdi. Buni qaranglar. Umuman urgisi kelmaydi. Bu men boshqa qishloqlarnikini uryapman. Urmasam bo'lmaydi. Qishloqlar endi ana chiroyli bo'ldi. Ular aynigan ekan. Tashlab o'rmasam bo'lmaydi. Qishloqni yeriga tashlayveraman. To'xta. Aynigan kartoshka. Shirin bo'lar balkim. Sassiq ekan. Munchalar sassiq. Laq. Juda sassiq. O'zimni yerimga nima bo'ldi ekan? Bu narsani keyingi videoda ko'rsatishim mumkin. Bu narsani men keyingi videoda ko'rsataman. Ungacha siz obuna bo'lib qo'ying. 100 mingta bo'lishimizga anchagina bor, lekin siz obuna bo'lsangiz, men omadimga erishaman. Xayr do'stlar, bugun siz bilan Draka. Xayr do'stlar. Sizlar eng yaxshi obunachilarimdasiz. Qishloq sen ham xayrlashib qo'y. Qayerdasan? Uyingdamisan? Har doim uyda yo'q bo'ladi. Qishloqqa. Xayrlash. Yo'q, men ketaveraman deb boring. Ki. Xayr do'stlar, sizlar bilan Qishloqi va Draka. Xayr do'stlar.